Hozirgi beradigan ma'lumotimni Instagramda o'zbek segmentini menimcha oldin kuzatmagan bo'lishingiz mumkin. Miyamizni markaziy asab sistemasi orqali butun organizmimizni boshqaradi. Qanaqa qilib? Molekulalar o'rnida elektr tokini o'tkazish orqali. Ha, bizning organizmimizda elektr toki o'tadi. Minerallar yordamida. Qanaqa minerallar? Elektrolitlar yordamida. Bu minerallarga kaliy, magniy, natriy, xlor va boshqa minerallar kiradi. Asosiylarini sanab o'tdim. Natriyni biz ovqatdan juda ham ko'p iste'mol qilamiz. Ya'ni osh tuzi bu natriyga kiradi. Kaliy bilan magniy hamda xlor bo'lsa juda ham kam iste'mol qilamiz. Shuning uchun bizning organizmimizda elektr toki yaxshi o'tmaydi va bizning organizmimiz qayta tiklanishi yomon bo'ladi. Muskullarimizni tomir tortishi, ya'ni sudragi deydi, o'sha holatlar ham ko'pincha bo'lib turadi. Holsizlik. Bularni hammasini hal qilish uchun organizmimizda yetarlicha elektrolit bo'lishi kerak. Buni qanaqa qilib hal qilishimiz mumkin? Tayyor elektrolitlarni iste'mol qilgan holatda. Shunchaki suvga aralashtirasiz, buning ichida kerakli hamma minerallar bor. Bu muammolarni hal qilib beradigan. Sportda ham, oddiy hayotda ham juda ham ko'p kerak bo'ladigan mahsulot. Qayta tiklanishingiz yomon bo'lyaptimi? Energiya, quvvat yetmayaptimi kun davomida? Bundan tashqari muskullaringizda sudragilik sezyapsizlarmi? Elektrolit xudo xohlasa sizlarga yordam beradi.